ishga ham kirdik denglar-da endi. Assalomu alaykum hammaga. Voy, bizda havo tornado bir shamol bo'lib o'tib ketdi, hali ham tushmadi. Qizlarimizni ishga joylab keldim. Intervyudan o'tkazib pizzeriyaga joylashdi hozircha. Bir xursand. Dilorumpani o'g'lini o'sha yoqqa qo'yilganda, mana o'sha yer ishga olyapti degan vaqtim Dilorumpani o'g'li apply qilib o'sha yoqqa ishga kirgan edi. Hozir shunday yaxshi ishlayapti-da u bola. Elbek. Xursand Elbekdan menejeri. Keyin aytdi menga, agar Elbekday yaxshi bola bo'lsa, yaxshi ishchi bo'lsa, olib kelgin, olaman degan edi. Kim aytdim, ikkita qiz keladi. O'sha esingdan chiqmasin, olasan ishga deb. Aytganimday nima, olib borganimdan nima, avval til bilmasa olmas edi. Keyin aytdim, bittasi tilni biladi. Bittasi uncha bilmaydi, lekin ikkalasini birga olsang, bir-biriga poddershka qiladi degan edim. Yo'q, oldi, ishga kirdi. Xudoga shukr, hozir mana dokumentlarini tashlayapman, email kelyapti. Hozir ularni to'ldirib tashlasak, nasib 2-3 kunda ishga chiqishadi inshaalloh. Yaxshi yangiliklar ko'payaversin. Keyin aytgancha, Allohga shukr, shu kunlarda yaxshi yangiliklar ko'p bo'lyapti. Qizlar permit oldi, soshili keldi. Ishga kirishdi. Bugun xo'janim ham pravasini oldi. Nasib, o'g'lim birinchisida hali o'ta olmaydi, dushanba kun nasib bo'lsa o'g'lim ham oladi degan umiddaman. Hammaga yaxshi kayfiyat tilab qolamiz, sog' bo'linglar.